alaykum azizlar, ijtimoiy kompas podkastining navbatdagi soni efirda va bugun biz mamlakatimizda amalga oshirilayotgan islohotlar va bevosita nogironlikni belgilash bo'yicha yangi tartib va uning imkoniyatlari haqida suhbatlashamiz. Aytish joizki, mamlakatimizda bugungi kunda mazkur tizim tubdan isloh qilinib, raqamlashtirilmoqda va tibbiy ijtimoiy ekspertiza jarayonlari soddalashtirilib, eng muhimi korrupsion va byurokratiya holatlari oldi olinmoqda. Va bugungi bizning studiyamiz mehmoni Abdug'ofur aka Narzullayev va bosh mutaxassislar Abbosbek Xolikov va Bekzod Abduhakimovlar savollarimizga javob berishadi. Va aytingchi, mana biz bilamizki, nogironlikni belgilash jarayonlari oldinlari juda ham bir murakkab bo'lgan va ko'pincha holatlarda shunaqangiki, ya'ni nogironlik bo'lgan shaxs ikkinchi yoki uchinchi guruh nogironligi bo'lsa, unga bir noto'g'ri tashxis qo'yilib yoki bo'lmasam noto'g'ri guruhlari belgilangan. Va aytingchi, mana shu yangi tartib joriy etilishda nima sabab bo'ldi, nima turtki bo'ldi, nima zarurat bo'ldi o'zi aslida va oldingi tizimning asosiy muammolari nimalardan iborat edi? Oldingi tizim deyarli Sovet Ittifoqi davridagi qabul qilingan me'yoriy hujjatlarga asoslangan edi. Eng asosiysi fuqarolar uchun juda qiyinchiliklar tug'diradi. Aytaylik, fuqarolar nogironlik belgilash masalasida qayerga, kimga uchrashdi, qanaqa tibbiy hujjatlarni topshirishni bilmas edi. Mana shu nogironlik belgilari ko'rinib turgan fuqarolar ham komissiyaga nogironlik belgilash uchun uzoq muddatlar yuborilmay yurgan. Men o'zim masalan viloyatlarga chiqqanda juda ko'p hujjatlarni o'rganganman, fuqarolar bilan gaplashganman. Aytaylik, 1 yildan hatto 48 yilgacha kech nogironlikka murojaat qilgan fuqarolarni o'z ko'zim bilan ko'rganman. Ikkinchisi, fuqarolarda shu nogironlik belgilashgacha borgan davrda juda katta ko'p to'siqlar bor. Uchinchisi yana shundan iboratki, inson omili juda yuqori bu yerda. O'sha vrachlarmi yo bo'lmasa komissiyani a'zolarimi aralashib xohlagancha masalan xulosa qilish imkoniyati bugungi kunda bor edi. Buni yashirish sir emas. Keyin korrupsion holatlar mavjudligi, bu ham sir emas. Keyingisi mana shu komissiya tomonidan berilayotgan tavsiyalar va xulosalarning noto'g'riligi. Mana shularni o'rganib chiqib, mana shu tizimni tubdan o'zgartirishga imkoniyat paydo bo'ldi. Hozir mana endi yangi tartib joriy qilinadi. Joriy qilindi pilot shaklida, deylik, o'sha Toshkent shahri va Navoiy viloyatida joriy qilindi, to'g'rimi? Ana endi biz ko'ryapsiz. Aytingchi, mana shu o'zi yangi tizimning asosiy maqsadi va prinsiplari nimalardan iborat? Va u insonlarga nima beradi bugungi kunda? Eng asosiysi ijtimoiy adolat shakllanadi. Nogironlik lozim bo'lgan odamlarga nogironlik belgilanadi, nogironlik lozim bo'lmagan odamlarga nogironlik belgilanmaydi. Fuqarolarni nogironlik belgilash uchun sarsangarchiligini oldi olinadi. Inson omili bu yerda keskin kamayyapti. Mana shu yangi dastur ishga tushgandan keyin korrupsion holatlarni oldi olinadi. Eng muhimi, ekspertizani sifati yaxshilanadi. Ana endi mana hozir aytamiz, yangi tizim, yangi tartibda fuqarolar nogironlikni belgilash uchun endi qaysi bosqichlardan o'tadi va bilamiz, bugun mana shu yangi tartib o'zi raqamlashtirildi va endilikda mana shu elektron tizim qanday ishlaydi o'zi? Endi fuqarolarimiz uchun bu yangi nogironlik belgilash tizimi juda ham katta o'zgartirishlar kiritganmiz. Misol tariqasida avval fuqarolar nogironlik masalasi bo'yicha vrachlik maslahat komissiyasiga faqatgina bundoq qo'pol aytganda bitta shaxsga borib murojaat qilish kerak bo'ladigan bo'lsa, hozir biz uning imkoniyatini kengaytirdik. Ya'ni fuqarolar to'g'ridan to'g'ri inson ijtimoiy xizmatlar markaziga, operatorga borib murojaat qilishi mumkin yoki bo'lmasa o'sha bizda inson ijtimoiy xizmatlar markazida o'sha xizmat ko'rsatadigan ijtimoiy xodimlarimiz uyma-uy o'sha mahallada yurgan vaqtda ularga murojaat qoldirish mumkin. Ya'ni nogironlik masalasi yoki bo'lmasa uyda o'tirgan holatda yagona interaktiv davlat xizmatlari portali MyGov deymiz, o'shani to'g'ridan to'g'ri o'zlari ariza kiritishi mumkin. Yoki o'zini yashash hududidagi o'sha oilaviy poliklinika, oilaviy shifokorlarga borib nogironlik masalasi bo'yicha murojaat qoldirish mumkin. Bularni har bittasi bizda tizimli shakllantirganmiz. Ya'ni bularni har bitta tushgan murojaatlar bosh shifokorga, ya'ni o'sha tibbiyot muassasasining bosh shifokori kelib tushadi. Bularga belgilangan muddat bor, 15 kunlik muddat. Agar bu muddat buziladigan bo'lsa, buni yuqori turuvchi tashkilotlar tomonidan nazorat tizimini o'rnatganmiz. Bu tizimda bular har bittasi monitoring qilib boriladi. Ya'ni fuqarolar arizasi qaysi jarayonda, hozirgi holat qanaqa, o'sha bo'yicha ma'lumot olib tura oladi. Avvalgi tizim bo'yicha bu juda ham katta farq. Ya'ni fuqarolar hujjatni topshirgandan keyin bilmas edi.
qachon borish kerak, qaysi holatda turibdi, vrachlik maslahat komissiyasi haqiqatan rasmiylashtirdimi yo'qmi, o'sha narsalarga hammasiga barham berish uchun biz mana shu tizim ishlab chiqdik. Ya'ni biz bir so'z bilan demak bu mana shu nogironlikni belgilash jarayoni soddalashtirildi, insonlarning ovoragarchiligiga yo'l qo'yilmaydi degan narsada. Men ovoragarchilikka yo'l qo'yilmaydi. Sarson sargardon bo'lmaydi fuqarolar va bevosita mana shu elektron tizim orqali mana qaysi platformadan ko'rish mumkin? Mana juda ham yaxshi aytdingiz. O'sha statusini ko'rib turadi, o'zini murojaati qanday, qaysi tartibda, kim ko'rib chiqyapti, qanaqa jarayonda, qaysi platforma? Misol uchun mana Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali dedik, agar o'sha orqali kiritadigan bo'lsa arizasini o'zini misol uchun shaxsiy kabinet orqali oilaviy shifokor tomonidan bajarilayotgan amallarni ko'ra oladi. Yoki bo'lmasa deylik, mana yuqorida aytildi, bizda o'sha sirtdan belgilangan nogironlik bo'ladigan bo'lsa, ya'ni fuqaro ishtirokisiz nogironlik belgilangan bo'lsa, u uyda o'tirgan holatda o'sha nogironlikning oxirgi xulosasini ham olish imkoniyati mavjud. Bu tartib bo'yicha yana qo'shimcha qiladigan bo'lsak, bu bosh shifokor tomonidan, oilaviy shifokor tomonidan o'rganilgandan so'ng bularning barchasi kasallik standart asosida tegiklarga yuboriladi va tegiklar tomonidan xulosa chiqariladi. Har bitta jarayon bizda elektronlashtirilgan, har bittasi bo'yicha hisobot shakllantiriladi, nazorat tizimi o'rnatilgan. Mana shu prezidentimiz qarorlariga asosan, shu 250 sonli qaroriga asosan, mana fuqarolarga nogironlik belgilashni qulaylik yaratish maqsadida mana aytilyapti, MyGov orqali, inson markazi orqali, ijtimoiy xodimlar orqali bevosita oilaviy shifokorlarga murojaat qilish hamda oilaviy shifokorlar tibbiy hujjat tegib yo'llash belgilangan. Oldin biz bilamiz, mana yuqorida aytildi, vrachlik maslahat komissiyalarida shu fuqarolar tibbiy hujjatlari qolib ketgan. Haqiqatan mana 1 yildan 48 yilgacha qolib ketgan deyishyapti. Bu birinchidan fuqarolarga ham noqulaylik keltirib chiqargan, ham korrupsion xavf xatarni keltirib chiqargan. O'z navbatda mana biz buni o'rganib, o'sha prezidentimiz o'sha qarorlarida o'sha oilaviy shifokorlar yo'llasin, o'sha hamma mahallada fuqarolarning masalasini o'sha oilaviy shifokor o'sha tibbiy holatini bilsin deb turib, shunaqa vazifa qo'yib berishdi. Shu nuqtai nazardan kelib chiqib, hozir bizda mana oilaviy shifokorlar orqali yo'llash tartibi eksperiment tariqasida Navoiy viloyati Toshkent shahrida joriy qilingan. Bu Vazirlar Mahkamasining 742-sonli qaroriga asosan ishlayapti. Bundan tashqari shu barcha uchun oldin shunaqa eski tartibda shunaqa bo'lgan, barcha uchun davolanish muddati degan narsa bo'lgan. Ya'ni shaxsni nogironlik belgilashdan oldin o'sha tibbiy ijtimoiy ekspert komissiyasi ko'rigiga yo'llashdan oldin o'sha minimal davolanish lozim bo'lgan muddatlar bo'lgan. Bu 4 oy 6 oy, barcha uchun 4 oy 6 oy degan muddat bo'lgan. Biz mana agentlik huzurida shu ishchi guruh tashkil qilinib, bu standart qilindi. Ya'ni individual holatdan shaxsning har bir kasallik turidan kelib chiqib turib, ya'ni individual davolanish muddatlari belgilandi. O'z navbatda shaxs davolanmasdan turib, tibbiy ijtimoiy ekspert komissiyasiga yo'llaydigan kasallik turlari ham belgilangan. Bular ham kengaytirildi. Mana hozir aytganimiz, o'sha davolanish muddati majburiy tekshiruvlar bo'yicha o'zgartirishlar kiritildi va bu bevosita soddalashtirildi. Insonlarga bu qanday bir nafi bor mana shu tartibdan? Mana siz aytayotgan o'sha deylik kasalliklarning turi kengayishi yoki bo'lmasam yana boshqa oldini olinishi. Birinchisi bu fuqarolarda o'z murojaatini mana yuqorida aytganimizdek, ya'ni tibbiy ijtimoiy ekspert komissiyasiga nogironlik belgilash to'g'risida murojaat qilsa, u qaysi holatda rad qilingan, rad qilinmaganini bila oladi. Ya'ni oldin siz 4 oy davolanishingiz kerak degan talab qo'ygan bo'lsa, siz 4 oyda davolanganligingizni isbotlash nima deydi, qiyinchilik, ya'ni korrupsion xavf xatarlar bo'lgan. Hozir prezidentimizning qaroridan asosiy maqsad shu nogironlik belgilashlar raqamlashtirilgan yangi tizim joriy qilish. Ya'ni raqamlashganning hisobiga, inson omilining kamaytirilishi hisobiga o'sha korrupsion xavf xatarlar kamayadi. Demak, bu ikki tomonlama ham bemor uchun, ham deylik o'sha biz tizim tashkiloti vakillari uchun ham bir shaffof, ya'ni jarayonni hamma ko'rib tura oladi-da. Ya'ni o'sha deylik nogironlik bo'lgan shaxsni o'tgan bosqichlari, ya'ni davolanish bosqichlarini ko'ra oladi va o'zi ham ko'ra oladi har bitta jarayonni. Byurokratiyaga ham barham beriladi. Ya'ni fuqaroga bu yerda ham ijtimoiy ham moddiy zarar keladi. Mana 4 oy 6 oy deb yuqorida aytib ijtimoiy qanaqa? O'sha fuqaro 4 oy ichida yaxshi bo'lmaydi. Shunday kasallikka duchor bo'lgan, lekin uni 4 oy davolash kerak. O'sha bugungi kunda kelsa ham unga aytaylik nogironligida kerakli guruhi belgilanadi. Agar kerakli guruhi belgilansa, ijtimoiy himoyaga olinadi, uni o'ziga yarasha imtiyozlari paydo bo'ladi. Davlat uni moddiy qo'llab-quvvatlaydi, ya'ni nogironlik pensiya yoki nafaqasini tayinlaydi. Fuqaro mana shu 4 oy yoki 6 oy ijtimoiy himoyasiz, moddiy yordamsiz kasalxona yuradi. Asosiy bu yerda bemorga juda katta foyda. Har bir kasalga bu yerda alohida yondalib bunga standartlar ishlab chiqildi. O'sha bugungi kunda aytaylik 48 ta kasallik turlari tekshirilmasdan tegikka yuborilayotgan bo'lsa, buni 541 taga ko'tarildi. Bu qanaqa kasal? Masalan, aytaylik onkologik kasallar. Ularni hozir biz tekshirib 4 oy davolashib o'tirishga unga fuqaro uchun uni foydasi yo'q. Biz uni ertaroq aniqlab
tiyikka nogironlik belgilab uni himoyaga olishimiz kerak. Ijtimoiy himoyaga irsiy kasalliklar juda ko'p qo'shildi. Anatomik nuqsonlar soni kengaytirildi. Har bir kasallikda og'ir darajalari bor. Aytaylik, u tuzaladigan kasallik, lekin og'ir darajasi o'sha yuqorida belgilangan tartibdagi kunda uni ya davolash imkoniyati yoki yaxshi qilish imkoniyati yo'q. Uni imkoniyati bo'lmagandan keyin 120 kun hammani vaqt o'tyapti. Uni zudlik bilan tiyikka yo'llab, nogironlik belgilab, ertalab tibbiy reabilitatsiya chora-tadbirlarini o'tashni boshlash. Demak, har tomonlama bu mana shu yangi tartib bevosita insonlarni o'zini bir manfaatlaridan kelib chiqib, ularga foyda tomonini ko'proq o'ylagan desak bo'ladi. Mana yuqorida aytdingiz, aynan mana shu nogironlik bo'lgan shaxs, nogironlikni belgilash bo'yicha bevosita inson ijtimoiy xizmatlar markaziga yoki deylik o'sha oila shifokoriga murojaat qilish kerak bo'ladi, to'g'rimi? Bularni mana shu ikkita nima deydi, inson markazlari bilan oila shifokorining o'rni nimada endi bugungi kunda? Ertaga o'sha bizning fuqarolarimiz borib nimalarni talab qila oladi yoki bo'lmasam ularning o'rni qanday mana shu ijtimoiy himoyaga muhtoj shaxslarga xizmat ko'rsatish borasida? Bu ijtimoiy xizmatlar markazi operatoriga yoki bo'lmasa oila shifokoriga murojaat qilish mumkin dedik. Agarda misol uchun biz bu nega murojaat qilish imkoniyatlarini kengaytirdik, ya'ni fuqarolarga oson bo'lishi uchun. Agarda fuqaro xohlasa, inson ijtimoiy xizmatlar markaziga murojaat qilish mumkin yoki oilaviy shifokorga. Deylik, agar oilaviy shifokorda u doimiy ravishda misol davolanib kelyapti, 4 oy, 5 oy, 6 oydan beri uni holatini biladi. O'sha oilaviy shifokor tomonidan misol uchun holatini birdan yoritib, o'sha ariza holatida arizasini olishi mumkin bo'ladi. Ijtimoiy xizmatlar markazini agar aytadigan bo'lsak, unda faqatgina bu yerda nogironlik belgilash masalasi bo'yicha emas, ya'ni nogironlik belgilangandan so'nggi keyingi xizmatlarni ham olish mumkin. Misol uchun nogironlik ma'lumotnomasini olish mumkin yoki bo'lmasa unda ko'rsatiladigan xizmatlar deylik, reabilitatsiya texnik vositalari bo'yicha ma'lumotlarni olish mumkin, qaysi jarayonda bo'lishi yoki reabilitatsiya markaziga o'sha yo'llash biz hozir mana joriy qilyapmiz, o'shalar bo'yicha ma'lumotlarni olish mumkin. Ya'ni bizda ijtimoiy himoya milliy agentligi tomonidan bizni kontingentlarga qanaqa xizmatlar ko'rsatiladigan bo'lsa, inson ijtimoiy xizmatlar markazidan olish mumkin bo'ladi. Qo'shimchasiga biz qulaylik sifatida oilaviy poliklinika, oila shifokorlarini kiritganmiz. Yaxshi, mana hozir yuqorida ham aytdingiz, ya'ni bevosita nogironlikni muddatsiz belgilash kriteriyalar. O'zi bugungi kunda qanday takomillashtirildi mana shu? Chunki ko'pchilikda nogironlik muddatsiz belgilanadi. Mana bu yerda bugungi kunda bizda nogironlik muddatsiz belgilangan kasalliklar turlari yoki holatlari 39 ta. Undan tashqari fuqarolar 5 yil davomida nogironlikda birinchi yoki ikkinchi guruhini olib yurgan bo'lsa, 6-yil unga nogironlik umrbod belgilanadi. Yoki 55 yoshga kirgan ayollarga, 60 yoshga kirgan erkaklarga nogironlik holati yoki kasalligidan qat'iy nazar unga umrbod belgilanadi. Biz xalqaro tajribalarni o'rgandik. Mana rivojlangan davlatlardan Amerika, Germaniya yoki sobiq Sovet ittifoqidagi davlatlar, mana hozir SNG davlatlar deyiladi, Gruziyani o'rgandik, Qozog'iston, Rossiyani o'rgandik. Aksariyat bu davlatlarda nogironlik kasalliklarga qarab, ya'ni tuzalmaydigan, orqaga qaytmaydigan holatlarni e'tiborga olib, muddatsiz davrga, ya'ni umrbodga belgilanadi. Shuni biz nuqtai nazardan biz mana shu kasallikni muddatsiz beradigan kasalliklarning turlari, holatlarini 39 tadan 69 taga ko'tardik. Boyagi 5 yildan keyin nogironlikni umrbod belgilash yoki 55 yoshga kirgan ayollar, 60 ga kirgan erkaklarga nogironlik belgilash tartibidan biz voz kechdik. Bu nima uchun? Bu ikki tomonlama, har safar ikki qo'ldan chiqadi deylik. Masalan, nohaqlik yoki soxta nogironlikni oldini oladi. Bizda fuqarolar ko'pincha doktorlar bilan birgalashib nimaga intilyapti? Aytaylik, oddiy koksartroz kasalligi bor. O'shani endoprotez qo'ysa, endoprotez bo'lsa, kasalda sog'liq holati tiklanadi, yaxshilanadi. Biz unga birinchi, ikkinchi guruh nogironligi emas, 3-guruh nogironlik belgilanamiz. Boyagi 5 yildan keyin umrbod beriladigan tartibni bilib olgan fuqarolar yoki qo'shniroshda tadbirkorlar, ular 5 yil o'sha endoprotezlash operatsiyasini o'tamaydi. Komissiya unga umrbod bergandan keyin borasa endoprotez operatsiyasini qildiryapti-da, tuzalib o'zini nimasini davom ettiryapti. U atrofdagi boshqa o'zini hurmat qiladigan bir vijdonli fuqarolarga asabiga tegyapti, yo bo'lmasa o'shalarning g'ashini keltiryapti. Yo bo'lmasa aytaylik,
oldin bu nimadan kelib chiqqan? Oldin tibbiy mehnat ekspertizasi bo'lgan. 55 yoshdan ayollar, 60 yoshdan erkaklar boyagi pensiyaga chiqqan, nafaqaga shularni e'tiborga olib, mana shu kriteriyalar belgilangan. Biz undan ham voz kechyapmiz. Aytaylik, bir 55 yoshga kirgan yoki 60 ga kirgan ayol yoki erkaklar oyog'i sinib qoldi, yo bo'lmasa bir yengil kasallikka uchrab nogiron bo'lib qoldi. U tuzalsa ham, yaxshi bo'lsa ham, unga nogironlik umrbod berardik. U umrining oxirigacha shu nogiron degan tamg'a bilan yurardi. Mana shularni hammasini e'tiborga olib, xorijiy rivojlangan davlatlar tajribasini o'rganib, biz ham mana shu faqat tuzalmaydigan, orqaga qaytmaydigan kasalliklarda nogironlikda umrbod belgilash tartibiga o'tyapmiz. Bu endi bevosita hozir mana shu yangi tartib xohlaymizmi yo'qmi, raqamlashtirilgan bo'lganidan keyin korrupsiya holatlarini yo'q qiladi va bevosita mana shu oldin deylik o'sha birinchi, ikkinchi guruh nogironlikni olayotgan shaxslar endilikda uchinchi guruh nogironlikni olishiga to'g'ri kelib qoladi va noroziliklar kelib chiqadi-da. Xohlaymizmi yo'qmi, odamlar baribir nima deydi, nogironlik o'sha qanchalik ikkinchi, birinchi guruh bo'lganidan keyin nafaqasi ham ko'proq bo'ladi va xohlaymizmi yo'qmi, buni albatta moddiy bir zarar deb ko'radi-da o'zida. Albatta, endi men bir narsani siz savolingizni tushundim, shunga javob berishdan oldin asosiy biz mana shu yangi tartibni negizini aytib o'taylik. Bu yerda inson omili deyarli kamayadi deydik-ku. Faqat komissiya yoki doktorlar o'sha fuqaroning shikoyati, uning klinik belgilarini belgilaydi. Albatta. Dasturga kiritadi. Qolgan hammasini avtomat ravishda dasturda o'zi belgilaydi. Nechanchi guruh, qaysi sabab, qancha muddatga, qanaqa reabilitatsiya chora-tadbirlari o'tash kerak, o'zgalar parvarishga bu muhtojmi, yo'qmi, qaysi reabilitatsiya texnik vositasi yoki protez ortoped mahsulotga muhtojligini uni hech qaysini komissiya a'zosi yoki inson qilmaydi. Uni hammasini dastur avtomatik ravishda chiqarib beradi. Albatta, mana o'zi xalqimiz orasida har xil toifadagi insonlar bor-da. Shaxsan o'zim bilaman, shu bitta qo'shnim bor edi, o'zi yaxshi ko'rmasdilar, lekin unga kelib o'sha sizga nogironlik belgilanadi deganda ishonasizmi yo'qmi, menga kerak emas nogironlik belgilash deganda. Nimaga desa, endi bular sal yoshi kattaroq inson edi. Men dedi, o'zimni nogirondek his qilib qolgim kelmayapti. Menga bermanglar shu nogironlikni. Men to'g'ri muhtojman, yaxshi ko'rmayman, lekin menga kerak emas bunaqa tamg'a deganda. Lekin aksariyat insonlar ham borki, ko'rinishi yaxshi, harakatlana oladi, o'ziga o'zi xizmat ko'rsata oladi, lekin borib turib olib, menga 3-chi nogironlik emas, birinchi yoki ikkinchi guruhni bering deb turib oladiganlar ham bor-da. Endilikda mana shu tartib bevosita mana shunaqangi bir nima deydi, adolatni o'rnata olar ekanda. Masalan, men yoki biramiz bir rahbarimiz o'sha quyi tashkilotdagi komissiyaga mana shunga yordam qilib deyishga ham imkoniyati yo'q holatda. Lekin oldinlar bu holatlar bo'lgan. Bo'lgan. Masalan, siramas aytaylik, o'sha bizning komissiyamiz tumanlarda joylashganmi? Tuman hokimlari, sektor rahbarlari yoki qandaydir boshqa tashkilotlarda nimalari bunga yordam qil, bunga o'tkiz, sarson qilyapsan deganda o'sha majbur o'sha komissiya raisi shu xulosani berishga majbur bo'lgan yoki berilgan. Bugungi kunda endi u holatlar to'liq bartaraf bo'ladi. Faqat uni dastur avtomatik ravishda o'zi chiqarib beradi. Mana hozir tseklar haqida ko'p gapiryapmiz. Endi oldin inson bizda o'sha kuzatuvchilarimiz uchun tushunarli bo'lish uchun oldingi FTEKda, hozir mana tsek deb nomlanadi. O'zi yangi respublika o'sha tsekning vazifalari va nazorat tizimi haqida ham bir ma'lumot berib ketdi. Endilikda qanday bo'ladi o'zi aslida va ularni qanaqa bitta nazorat organimi yoki vazifalar nimadan iborat aslida? Bugungacha bir bosqichli nazorat bor. Aytaylik, birlamchi tibbiy ijtimoiy ekspert komissiyalari, TEKlar, ular tuman, shahar yoki tumanaro TEKlar bo'ladigan bo'lsa, Qoraqalpog'iston Respublikasi, viloyatlar, Toshkent shahridagi TEKlar bor. Ular shularni nazorat qiladigan organ hisoblanadi. Biz endi ikki bosqichli nazoratni tashkil qilmoqchimiz. Bu mana shu agentlikni tarkibida Respublika tibbiy ijtimoiy ekspert komissiyasi tashkil qilinadi. Bular malakali, shu 7 ta mutaxassislikdan iborat shu komissiya tashkil qilinadi. Bu komissiyaning asosiy nimasi, vazifalaridan biri o'sha birlamchi TEKlarni yoki o'sha viloyat darajasidagi TEKlarni faoliyatini nazorat qilish. Demak, ularning ustidan ham bitta nazorat qiluvchi organ bor. Nazorat qiladi. Ikkinchi, ularni faoliyatini muvofiqlashtiradi. Ularga uslubiy amaliy ko'mak beradi. Fuqarolarni o'sha birlamchi yoki viloyat darajasidagi TEKlarni xulosasidan norozi bo'lganda ularni qayta ko'rib chiqadi. Viloyat TEKini bugun hech kim nazorat qilmaydi. Eng muhimi o'sha viloyat TEK tomonidan ham birlamchi TEKni qanday faoliyatini nazorat qilib boryapti, uni ustidan ham bu nazorat qilib boradi.
o'zi umuman mana raqamlashtirish tizimi yana ham o'sha bizda insonlarga tushunarli bo'lishi uchun va endilikda mana shu tartib butun respublika bo'yicha joriy qilinayotganda insonlar tomonidan tabiiyki norozi insonlar bo'ladi, chunki adolat o'rnatilishi boshlaydi va xohlaydimi yo'qmi o'sha birinchi ikkinchi guruhni olayotgan shaxs uchinchi guruhni olishi mumkin yoki bo'lmasam nogironligi bekor bo'lishi ham mumkin. Ana endi aytingchi, yana ham o'sha aniqlik kiritish uchun raqamlashtirish bugungi kunda korrupsiya xavfini qanchalik kamaytira oladi va yoki kamaytirishga qanday yordam beradi? Qisqa va tushunarli qilib aytsak. Endi mana yuqorida aytdingiz, raqamlashgandan keyin, inson omili kamaygandan keyin ko'p fuqarolarga yordam bera olmaydi. O'sha boyagi qo'shtirnoq ichidagi nogironlarni endi ko'pini nogironligi belgilanmaydi yoki past guruhlar belgilanadi. Bunda tabiiy noroziliklar ko'payadi. Bu o'sha boyagi har xil yo'llar bilan nogironlik olib kelayotgan yoki nogironlik belgilayotgan shaxslarga tegishli bo'ladi. Lekin adolatli haqiqiy nogironlik bu yerda belgilanadi. Yana bitta katta belgilardan biri aytaylik, bugungi kunda Toshkent shahridagi bir malakali ekspert ikkinchi guruh belgilayotgan bo'lsa, qaysi bir tumandagi ekspert birinchi guruh belgilayapti. Qaysidir bitta kasallik bilan, qaysidir ekspert uchinchi guruh belgilayapti. Bugun endi bu dasturda hammasiga bir xil xulosa qilinadi. Endi bu yerda nima deymiz? Masalan, korrupsiya holatlar bu yerda keskin oldi olinadi. Qaysi nuqtai nazardan? Bugungi kunda tegishli komissiyasini a'zosi yoki o'sha komissiyani tarkibidagi doktorlar o'sha fuqaroning holatini qo'lda kiritib, yozib, uni boshqa holatga o'zgartirishi mumkin. Bu dasturda o'zgartira olmaydi. Bu dasturda o'zgartirish uchun uni 1 yil yoki 2 yil oldingi davrdagi uni hujjatlariga o'zgartirish kiritish to'g'ri kerak bo'ladi. Lekin bugungi kunda buni qilish imkoniyati yo'q. Shuning uchun biz katta umid bilan bu yerda korrupsion holati deyarli bo'lmaydi deb hisoblayapmiz. Mana nogironlikni belgilash bo'yicha aytamiz, mana yangi tartib bu bevosita insonlarni ijtimoiy adolat o'rnatishda yordam beradi. Va bilamiz, mana shu yangi tartib bevosita Toshkent shahri va Navoiy viloyatida pilot shaklida, formatida ishga tushirildi. Ana endi mana shu jarayonda nima deb ayta olasiz? Qanaqadir tahlil natijalari yoki bo'lmasam bir tahlillar bormi? Nimalarni o'rgandik va endilikda rejalar qanday o'zi? Albatta. Biz 1,5 yildan beri mana shu tizim ustida ishlayapmiz. Maxsus ishchi guruh tuzilgan. Agentlik qoshida biz o'tgan yili yangi ishlab chiqilgan standartlar bo'yicha bugungi amaldagi nogironlik belgilash tizimini solishtirib chiqqanimizda ham keskin farq qildi. O'sha yerda bizning xatolarimiz ko'rindi. Ularni bartaraf etdik. Keyin yil boshida yana mana shunaqa solishtirish ishlarini olib bordik, tahlil qildik. 12 mingdan ziyod nogironi bo'lgan shaxslar belgilanishlarini ko'rdik. Bugungi holatda nogironlik belgisi tizimida yangi ishlab chiqilgan standart asosida uni hammasida bu yerda nogironlik guruhida qancha farq qilyapti bizda tahlili bor, sababida, muddatida, o'sha komissiya berayotgan xulosalarda keskin farqlar chiqdi. Biz ular hammasini e'tiborga olib yangi standartlarda buni o'zini joy-joyiga qo'ydik. Undan tashqari biz mana shu ishlab chiqilgan standartni butun respublikadagi tibbiy ijtimoiy ekspert komissiyalariga tarqatib fikrini oldik. 1000 dan ziyod takliflar chiqdi. Ishchi guruh o'shani asoslilarini qabul qilib, asossizlarini qabul qilmadi. Qo'shimcha ravishda mana Sog'liqni saqlash vazirligining tasarrufida respublika ixtisoslashgan markazlari bor. Ularga biz yangi ishlab chiqqan standartlarni taqdim qildik. U kishilar o'rganib chiqib, o'zlarining takliflarini berishdi. Uni ham bergan takliflarning aksariyat qismini biz qabul qildik. Holatga to'g'ri kelmaydigan yoki o'sha standartga kiritilgan yoki qandaydir me'yoriy hujjatlarga to'g'ri bo'lmagan holatlardagi takliflarni biz e'tiborga olmadik, kiritmadik. Haqiqatan yuqorida aytib o'tdingiz, bugungi kunda Toshkent shahri bilan Navoiy viloyatida mana shuni sinov tariqasida pilotdan o'tkazilyapti. Bu pilot davrida ham bizda juda ko'p xatolarimiz ko'rindi, standartda ishlab chiqilgan kamchiliklarimiz ko'rindi. Biz ularni to'g'riladik, yana dasturga kiritdik. Mana bugungi kunda Toshkent shahri bilan Navoiy viloyat pilotni tugatish arafasida turibdi. Prezidentimiz ham shu may oyining boshida o'tkazgan yig'ilishda, Sog'liqni saqlash vazirligining o'tkazgan yig'ilishda topshiriq berdilar. 1-sentyabrgacha xudo xohlasa respublika bo'yicha mana shu yangi tizimga o'tish niyatida turibmiz. Demak, bir so'z bilan har bitta qilinayotgan o'sha islohot, yangi tartib bevosita o'z-o'zidan qilinmaydi. Oldin o'sha qaysidir viloyat tanlab olinib, ana o'sha yerda pilot qilib tekshiriladi, eksperiment shaklida
aytiladi va xatolar o'rganiladi, ya'ni to'satdan shundaylikcha agentlik qaysi bir yangi tizimga yoki yangi tartibni joriy qilmaydi, to'g'rimi? Va bir raqamlar bilan ayta olamizmi? Albatta o'sha paytda o'rganishlar bo'lgandir, to'g'ri? Mana shu ikkita deylik hududda qanaqa bir raqamlarda qaysidir nogironlik, o'sha noto'g'ri xulosalar berilishi, noto'g'ri belgilanishi yoki bo'lmasam shunaqangi bir holatlar bo'lgan, qanchalik ko'pchilikni tashkil qiladi mana shu noto'g'ri tashxis qo'yilishlari yoki bo'lmasam korrupsion holatlari deylik. Toshkent shahri bilan Navoiy viloyatlarida mana shu sinov tariqasida pilot o'tkazyapmiz. Yanvar oyidan beri boshlangan. 28 mingdan ziyod murojaatlar o'rganib chiqildi. Bu yerda mana shu eski tizimdagi berilayotgan xulosalarni mana yangi standartlardagi berilayotgan xulosalar bilan biz taqqoslab chiqdik. Taqqoslaganda mana raqamlarda aytaman, 624 ta holatda kasallik turlari noto'g'ri kiritilgan, tashxislar. Boyagi Jahon Sog'liqni saqlash tashkilotini tasnifi bor. Mana shu tasnif bo'yicha 634 ta holatda noto'g'ri kiritilgan. 147 ta holatda nogironlik guruhi noto'g'ri kiritilgan. Bu yerda nogironlik guruhi faqat fuqarolarga foyda yoki zarari emas. Masalan, 63 tasi past guruhlar belgilangan. Bu yerda fuqarolarga zarar ketgan. Ikkinchi guruh o'rniga 3 ga 84 tasida aksincha yengil guruh o'rniga og'ir guruhlar belgilangan. 233 ta holatda nogironlikning sabablari, aytaylik, bolalikdan sabab bo'lsa umumiy sabab berilgan yoki harbiy xizmat bo'ladigan bo'lsa bolalikdan va hokazo mana shu sabablar. Mana 229 ta holatda mana o'zgalar parvarishiga, 18 yoshgacha bo'lgan bolalarga o'zgalar parvarishiga xulosa beramiz. Mana shu xulosalar noto'g'ri berilgan. 195 tasi bu yerda muhtoj emas odamlarga xulosa berilgan. 33 ta holatda muhtoj odamlarga xulosa berilmagan. Bu yerda masalan har xil fuqarolarga yoki o'sha davlatga keltirilgan zararlarni ham hisoblab chiqilgan. Mana 647 ta holatda yana tashxis noto'g'ri qo'yilyapti. 1212 ta holatda muddat noto'g'ri qo'yilyapti. 621 tasida mana bu yerda kam muddat belgilanyapti. 2 yilda yoki muddatsiz o'rniga 1 yil beryapti. 591 ta holatda 1 yil o'rniga 2 yil yoki umrbod berib beryapti. Mana 4164 ta holatda tibbiy reabilitatsiya noto'g'ri ketyapti. Tibbiy reabilitatsiya tavsiyani agar noto'g'ri bergandan keyin ertaga uni reabilitatsiya qilish chora-tadbirlari ham uni ancha pasayib ketadi. Mana shuni hammasini biz tahlil qilganmiz, bularni raqamlar bilan hisob-kitobini qilib olib boryapmiz. Umuman masalan ijtimoiy himoya milliy agentligi o'sha joriy qilayotgan islohotlar deymizmi, yangi tizimlar, yangi tartiblar bevosita mana shu kabi bir noto'g'ri xulosalarni yoki bo'lmasam noto'g'ri amalga oshirilayotgan chora-tadbirlarni keskin yo'q qiladi-da. Va bevosita mana hozir aytyapsiz, 63 ta holatda noto'g'ri belgilangan. Bu albatta insonlar huquqlarini buzilishida va mana shu yangi tartib bevosita o'sha insonlarning manfaatini, ularning huquqlarini himoya qilishga qaratilgan va o'ylaymanki o'sha bizni ko'rayotgan o'sha insonlarimiz ham, o'sha nogironligi bo'lgan shaxslar ham bevosita tushunishadi bu narsani. Bizda shuningdek mana shu mavzu doirasida jurnalistlarimiz tomonidan kelib tushayotgan savollar ham bor. Ularni hozir sizlarga yo'llaymiz. Rahmat. Demak, bizda Gazeta.uz internet nashri jurnalisti Mirolim Isajonov tomonidan kelib tushgan savollar. Nogironlikni belgilashning yangi tizimida ichki kasalliklar, ya'ni AIDS, sil kabilar yoki bo'lmasam ro'yxatda turadigan fuqarolarga nogironlik nafaqasi beriladimi degan savol. Albatta, AIDS kasalligiga chalingan 18 yoshgacha bolalarga nogironlik belgilansa ham, belgilanmasa ham maxsus nafaqa tayinlanadi. Uni nogironlik bo'lishi shart emas. 18 yoshdan keyin birinchi, ikkinchi guruh nogironligiga nafaqa yoki pensiya tayinlanadi. Xuddi shunday sil kasalligida ham. Agar sil kasalligida ham 18 yoshgacha sil kasalligiga chalingan bo'lsa, uni og'irlik, yengilligiga qaramaydi. Unga davlat tomonidan nogironlik nafaqasi tayinlanadi. 18 yoshga to'lgan fuqarolarga birinchi, ikkinchi guruh nogironlik belgilangan holatlarda nogironlik pensiyasi yoki nafaqasi tayinlanadi. Ikkinchi savollari shundan iboratki, yangi tizim bo'yicha fuqaroga aynan qaysi kasalliklar bo'yicha tibbiy xulosasiz nafaqa tayinlanadi? Tibbiy xulosasiz. Yuqorida aytdim, bugungi kunda 48 turda kasallar
tekshirilmasdan, qo'shimcha tekshiruvlardan o'tkazilmasdan ular zudlik bilan tiyikka yuboriladi. Ularni ko'rmasdan turib tiyik sirtdan xulosa chiqariladi. Biz bu kasalliklarning ro'yxatini 60 taga ko'paytirdik. Hozir men bittalab sanab chiqolmayman, kasallik va ularning asoratlari. Hozir bu yangi tartib bo'yicha 60 taga ko'payadi. Bunday kasallikka chalingan fuqarolar qo'shimcha tekshiruvlarsiz TMEKka zudlik bilan yuboriladi. Tiyik ularni chaqirib o'tirmasdan, ko'rmasdan sirtdan xulosa qilib beradi. Siz aytayotgan mana shu kasalliklar turlarini ular o'sha agentlik sayti yoki bo'lmasa myixma.uz platformasi orqali ko'rishi mumkinmi? Albatta biz yangi qaror loyihasini tayyorlaganmiz. Bugun o'sha qaror loyihasini hukumat tasdiqlagandan keyin u e'lon qilinadi. Bizda yana bitta savol. O'zbekiston Milliy axborot agentligi muxbiri Muhayyo Toshqorayevadan savollar. Qanday holatlarda nogironlikni qayta ko'rib chiqish talab qilinadi? Nogironlik fuqaro birlamchi tiyik xulosasidan norozi bo'lganda 30 kun ichida qayta murojaat qilish huquqiga ega bo'ladi. Birlamchi tiyikni tuman, yuqorida aytdim, tuman, shahar yoki tumanlar tiyik, bu tiyiklar xulosasidan norozi bo'lganda Qoraqalpog'iston Respublikasi, viloyatlar yoki Toshkent shahar tiyik uni qayta ko'rib chiqadi. Agar o'sha hududlardagi tiyiklarni xulosasidan norozi bo'lganda, endi mana yangi tartibda agentlik huzurida tashkil etilayotgan Respublika tibbiy ijtimoiy ekspert komissiyasi uni qayta ko'rib chiqib, birlamchi yoki quyida turgan tashkilotlarni xulosasini bekor qilishi mumkin. Bundan tashqari nogironlik umrbod belgilangan yoki muddatidan oldin uni nazorat tariqasida ham qayta ko'rish vakolati bor. Bu agentlik huzuridagi ijtimoiy inspeksiyada, Respublika tibbiy ijtimoiy ekspert komissiyasida, viloyatlar tibbiy ijtimoiy ekspert komissiyalarida bu vakolatlar bo'ladi. Fuqarolarni qayta ko'rikdan o'tish muddatidan oldin ularni qayta nazorat ko'rikdan o'tkazish bo'ladi. Bunga endi asoslar kerak. Asos nima? Soxta hujjat orqali nogironlik belgilangan holatlar bo'lsa yoki o'sha nogironligiga qandaydir shubha tug'ilgan bo'lsa, mana shu vakolatdan yuqorida aytgan tashkilotlar foydalanishi mumkin. Bunga qo'shimcha sifatida men ma'lumot sifatida aytib o'tmoqchi edim. Ya'ni fuqarolar o'sha tuman, shahar tibbiy ijtimoiy ekspert komissiyalaridan o'tgandan so'ng agar norozi bo'ladigan bo'lsa, aynan o'sha inson markazi operatoriga murojaat qiladi. Ya'ni buni ham elektronlashtirganmiz. Bunda fuqaroning arizasini olib qoladi. Aynan bir oy ichida agar bir oydan o'tmagan bo'lsa, inson operatori tomonidan uni yuqori turuvchi tashkilot sifatida, misol uchun viloyat, shahar yoki Qoraqalpog'iston Respublika tiyikka murojaatini olib qolib, ularga yo'naltirishi mumkin. Agarda ular tomonidan ham ko'rilgan bo'lsa, ya'ni o'sha yuqori turuvchi tashkilot viloyatlar tarafdan ko'rilgan bo'lsa, buni bevosita o'sha bir oyga to'lmagan holatda uni respublika, mana yangi tashkil qilinayotgan respublika tiyikimizga elektron ravishda yuborish o'sha tizimi yaratilgan. Fuqaroga o'shani murojaatidan SMS xabar boradi. Siz murojaat qilgan ekansiz, mana shu kuni mana shu manzilga ko'rikka keling, ko'rib sizga xulosa beriladi. Demak, agar nogironlikni belgilovchi o'sha qarorga norozi bo'lsa, fuqaro bevosita inson ijtimoiy xizmatlar markaziga borib, keyin SMS kelganda yana qayta ko'rikdan o'tish mumkin bo'ladi, to'g'rimi? Bizda yana bitta yaxshi savol bor ekan. Mana hozir bolalarda nogironlik qanday belgilanadi va ular uchun alohida mezonlar bormi? Oldingi tartiblarda alohida mezon bor edi. Bugungi kunda biz o'sha yuqorida aytdim, tuzilgan ishchi guruh tomonidan yagona standartlar ishlab chiqildi. U hozir 1 yoshdan shu umrining oxirigacha bo'lgan fuqarolarga mana shu standart asosida avtomatik ravishda nogironlik belgilanadi. Mana hozir bugun biz yangi tizim yuzasidan suhbat o'tkazdik. Bu agentlikni O'zbekiston Respublika hukumatining oldida turgan vazifalarning bir qismi. Biz faqatgina hozircha tibbiy xulosaga asoslangan bo'yicha gapirdik. Asli biz oldimizda turgan maqsad xalq tilida aytganda ijtimoiy modelga o'tish. Ya'ni psixo ijtimoiy modelga o'tish turibdi. Biz bu bo'yicha ham ishlarni amalga oshiryapmiz. Mana bu tibbiy model asosida nogironlik belgilashni, raqamlashtirishni oxiriga yetib buni ishga tushirganimizdan keyin o'sha nogiron bo'lgan shaxslarni hayotda ishtirokiga, ya'ni uni funksionalligiga qarab baho berishni oldimizga maqsad qilib qo'yganmiz. Xudo xohlasa 2026-yilning oxirigacha biz bu tizimga ham o'tamiz. Bu nogironlik belgilash yangi tizimi bizaga ertaga shaffoflik, ortiqcha ovoragarchilikni oldini olish yoki bo'lmasa
korrupsiya omillarini maksimal darajada qisqartirishga erishamiz degan maqsad oldimizga qo'yganmiz. Xudo xolisa mana shunga qarab boryapmiz. Asosiy qismini gapirishda endi nogironlik belgilashda hozir yuqorida aytishdi, biz shu biopsixik ijtimoiy modelga o'tyapmiz. Bu bo'yicha shu bir qator normativ hujjatlar loyihalar ishlab chiqilgan. Mana hozir aytib o'tilgan standart masalasi, Respublika tibbiy ijtimoiy ekspert komissiyasi tashkil etilish masalasiga oid shu Vazirlar Mahkamasi qaror loyihasi tayyorlangan. Ya'ni nogironlik belgilash tizimi raqamlashtirilishi munosabati bilan hukumatning ayrim qarorlari o'zgartirish qo'shimcha kiritish to'g'risida. Endi bitta narsa aytib o'tish kerak, bevosita shu tibbiy ijtimoiy ekspert komissiyalar tomonidan ko'rik o'tkazish hamda nogironlik belgilash tartibi bu Vazirlar Mahkamasining 62-son qarorida belgilangan. Bu fuqarolar o'sha bevosita o'sha muddatsiz belgilangan kasallik turlari bilan ham yoki o'sha umuman nogironlik belgilash jarayonlari bilan sxemasi bilan ham tanishishlari mumkin. Bu shu Lexus platformasi orqali o'sha normativ hujjat bilan shu mazkur hujjatga o'zgartirish kiritilgandan keyin bu tizim o'sha yuqorida aytib o'tilgandek shu respublikada joriy qilinadi. Mamlakatimizda barcha amalga oshirilayotgan islohotlar bevosita ijtimoiy davlat tamoyili asosida amalga oshirilar ekan va agentlikning asosiy maqsadi ham bevosita ijtimoiy adolatni o'rnatish va ijtimoiy himoya milliy agentligi amalga oshirilayotgan barcha ishlar markazida inson va uning taqdiri turar ekan. Albatta, insonlar huquqlarini va manfaatlarini himoya qilish eng oliy bir burchlarimizdan biri hisoblanadi. Bu siz ko'rayotgan ijtimoiy kompas podkasti edi va bizning keyingi navbatdagi sonimiz bevosita gaz va elektr energiya iste'moli uchun kompensatsiyalar olish mavzusiga bag'ishlanadi. Xayr, salomat bo'ling.